Assalomu alaykum ekandoshlar. Qutbanda kuningizda bilan sizlar bilan men Qo'ziyev Baymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Razoq shahri Qurbonbaratov ko'chasida sotiladigan yerda sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ushul Razoq shahri Issiqko'l maktabining oldidan ushul sentralni yo'l bilan tuz bosib kelsangizlar, ko'rib turganda bu yoq tomonda o'ng qo'lga qarab yo'l kirgan. Ushul yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, sotiladigan yerdan oldiga kirib borasizlar. Do'stlar, videomizni yanacha ko'rsangizlar, qo'ldan kelgancha polni obzor qilib sizlarga sonon qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, ushul sentralni yo'l bilan chaqib burilmasdan tuz bosib kelsangizlar, bu yoq tomonda перекресток yo'l bor. Bu yog'i mana o'ng qo'lga, bu yog'i mana chap qo'lga qarab ketgan katta sentralni yo'l. Do'stlar, ushul yo'l bilan tuz bosib kelsangizlar, bu yoq tomonda mana qatoriga yerlar bor. Bu yoqda mana chap qo'ldagi birinchi yer emas, ikkinchi yer sotiladi. Do'stlar, ko'rib turganda mana sotilayotgan yerimizni sonon qilib mana mana yo'l tomonlarini agrajdiya qilib qo'yganlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga sotilayotgan yerni granitsalarni ham sonon qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turgandek yon tomon granitsamiz shu burchaydagi temir stoykadan bu yog'i mana uzunasi 30 metr mana shu stoykagacha. Mana yo'l tomon granitsamiz mana shu profillar oldidan bu yog'i mana takansa mana zabori tugashigacha. Bunaqangisi 20 metr. Do'stlar, mana bu pastki yon tomon granitsamiz mana shu yo'l tomondagi zabordan bu yog'i mana burchaydagi beton stoykagacha bunaqangisi uzunasi 30 metr. Yuqori tomon granitsamiz mana shu betondan bu yog'i mana ko'rib turgandek burchaydagi profilgacha bunaqangisi 20 metr. Do'stlar, bu sotilayotgan yerimizning ichida ko'rib turgandek mana shunday mana katta o'rik, bodom, olma, bexila hammasi bor. Katta bo'lib qolgan. Bu yerni sotib olgan odam hozir kelib maza qilib bodom, o'riklarni olib yursalar bo'ladi. Plus bu yoq tomonda mana katta ikkita teraklarigacha bor. Podpischak ukalarimizni talablariga binoan mana shunday mana o'ta so'nin tep-tegiz alt sutek yer uchastkasi sotiladi. Ko'rib turgandek suv, svet, plus mana ko'rib turgandek dov daraxtlari bor. Marshrutka ham yaqin, bir qadam, har tomonlama qulay. Mana dehqonchilik qilamiz deb bir mashin porlagacha to'kib qo'yganlar. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoq shahri Qurbonbaratov ko'chasida mana shunday mana o'ta so'nin tep-tegiz alt sutek yer uchastkasi sotiladi. Do'stlar, narxini 1.800.000 deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa arzon qilib kelishtirib beramiz dedilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xo'jayin nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, agar sizlarga video yoqsa, обязательно shu videoni ostiga bir yerdan like bosib qo'yishni unutmangizlar. Kimda qanday iltimoslar bo'lsa, shu videoni ostida kommentariyada o'zingizlarni o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.